Navbatdagi adsiya testini qarab o'tamiz. Masala shartiga ko'ra BD tomon 4 ga teng, DC tomon 4 ilzosi 2 ga teng. Bu burchakning bisektriksiyasi va C burchakning bisektriksiyasi D nuqtada kesishadi. Demak, alfa taqsim 2, alfa taqsim 2, beta taqsim 2, beta taqsim 2. Bu burchakni gamma deymiz. Xo'sh, bizlarga ma'lum alfa plus betaning yig'indisi 90. Demak, alfa taqsim 2 plus beta taqsim 2 plus gammamiz 180. Alfa plus beta taqsim 2 plus gamma 180. Xo'sh, alfa plus betaning joyiga 90 ni qo'ysak, 90 taqsim 2 plus gamma teng 180. Gammamiz qisqara 45 ayrilsa 135. Endi bizlardan BC tomonni so'rayapti. BC tomonni x deymiz, x topamiz. X deb belgilaymiz. Kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. X ning kvadrati teng 4 ning kvadrati plus 4 ilzosi 2 ning kvadrati minus 2 ko'paygan 4 ilzosi 2 kosinus 135. X kvadrat teng 16 plus 32 plus xo'sh 32 ilzosi 2 ilzosi 2 taqsim 2 ketadi. X kvadrat 48 80. X teng ilzosi 80. Bu ilzosi 16 ko'paygan 5 desak 4 ilzosi 5.